O'rtoq, faqat mendan emas, hamma bolalar nomidan kam kostyumga ishlatasan. O'rtoq shunaqa qilmagan, iltimos. Har safar shunaqa qilasan. Yo'q, o'rtoq, baribir olmayman. Qarz emas. O'rtoq, baribir olmayman. Bolalarga ham rahmat aytib qo'y. Mayli, kechga qolmalaring. Rahmat kattagon. Bo'pti. O'zing bilasan, yaxshi dam ol. Xullas, omadi har doimgidek. Voy. Qaysaru? Lekinchi ertaga ishlarimizni qo'yib turaylik-da. Hop. Uyga voqli borib, uyini remont qiladigan joyi bor. Remontini qilib, shu bolani uylantirib yuborish kerak. Zo'r fikr. Zo'r o'ylabsan. ham his qilib yuradi. Zo'r o'ylabsan lekin. Uylanarmikin bu Qaysar? Voy, shuni gaplashgani boramiz davomli. Bo'lmasa, ertalab vaqtli borish kerak. Ish ketishidan oldin qattiq uyimizda gaplashib hal qilib olamiz. Shunaqa? Ancha ertalab ish ketib qoladi-yu. Menga qara, sen bormoqchimisan o'zi yo'qmi? Ertalab ishing bor-a sani? To'g'risini ayt. Yo'q, hop, boruraman, hop. Ne bosh qotirib olsam bo'lmasam? Bo'ldi, ertalab ko'rishamiz, boramiz. Shunaqa. Bo'pti. Charchamaylik. Yo'q, indinga qilaylik. O, Jasur. Assalomu Va alaykum assalom. Ha? Sallaykum salla. Muslim uydamidi? Muslim? Muslimi yo'q bu uyda. Men Muslimning ammasiman. Bir oydan beri shu yerda yashayman. Namuncha ham men kevurasanlar, jonimga tegib ketdilaring, turib qurlaring. Tushunmadim lekin. Kimman dedi? Hammasi. Telefonni bekordan bekorga ko'tarmayotgan ekanda. Ketdi hozir ishxonasiga bor edi. Ketdik. O'rtoqlari 10-15 kundan beri ishga kelmayapti. Hozir qayerda yashayapti bilmaysiz-a? Oxirgi payt zapravkada ham yotib yuruvdi. Keyin ko'rinmay qoldi. Senlar yaqin o'rtog'i bo'lsalaring bilmaysanlarmi xattaligini? Men sen ishga olmagansan-da, Muhammad yoningga ol. Yana boshlayapsanmi? 1000 marta gapirganman, o'zing ham bilasan, o'zi отказ qilsa majburlamayman u endi. Alo. Alo, o'rtoq. Muslim, nima gap? Tinchmi? Ha, tinch. Qayoqladasan ey? Uyda telefonim bezovta bo'lib qolibdi, rosa telefon qilibsan. Ha. Yo, abed qilgani chiqdim, birga abed qilamizmi deb o'tdim. Farqi yo'q. Qatga borib turing. Bitta o'zim edimda. Hop, qatga boring, o'rtoq. Bo'ldi, uyda bo'lib tur, hozir boraman. Uyda. Uydaman o'tdimi? Ha? Tushunmadim lekin men bu bolaga. Ketdi hozir sirazi bor edi, joyida. Borish kerak hozir. Kim bo'ldilaringmi? Magazinga chiqdim. Nima gap? Bitta o'zimdan oltidingmi? Qalaysan? Ketdingmi? Bitta suv olib chiqib ber, chaqirib ketdim. Buni olamiz. Uyingni tegida turmiz, bitta kosada olib chiqib ber. Men bu uyga olmayman. Bilamiz-a? O'tir ketdi. Nima yetmagansan shuni? Biz kimmiz senga? Til zabon bormi? Baho, menga kinolardagi gapingni gapirib, o'zingdan kimnidir yasab olmagin. Men o'zimman ko'chaga haydab olsangiz dardimni ostoq qilmayman u senga. Qanaqa kinolarga gap? Qanaqa kinolarga gap bormi senga? Boyagi gaplaring seriozning gapirmadingmi? Jahlda gapiryapti Baho. Qatki? Muslimga uy olamiz. Mana ham bitta u. Loyihamizda ishlatilayotgan armaturalar Rossiyadan olib keltirganmiz, 500 markali bo'ladi. Yo'q, unga e'tibor bermang, menga tushuntiring. Iskandar Buildingsda armatura sifat nazoratini chet ellik mutaxassislar amalga oshirishadi. Zo'r. Anaqa domga kirish qayerdan bo'ladi? Keling mana bu yoqdan. Qalay Muslim, mashdan uy oldi senga bo'lsa. Bekor o'zlaring qiynalyapsanlar-da. Hech qiynalganimiz yo'q. Boshlang'ich to'lovini o'ylama.
Lekin oylik to'lovini o'zing to'lab yurasan. Men bilan ishlaysan, o'zim yaxshi oylik qilib beraman. Tushundingmi? Sanlar aka o'rtoqlar. Faqat kinolarda bo'ladi, to'g'rimi? Ana nima qilyapti? Ha, qiz orqasidan ketishini qara. Voy! Odam bo'lmaydi bu. Hech qayerda yo'q demoqchi edim.